Aziz do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Toker ustakalar haqida videomiz davom etmoqda. Mana bugun Abdurahmon akam bilan tanishib, suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurahmon aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz? Xush kelibsiz. Keldik Abdurahmon aka, siz haqingizda kichkina bir ma'lumot kerak edi bizga tokerlar haqida. Abdurahmon aka, necha kirdingiz? Bir oydan keyin 66 ga. Qo'yar. Tabriklaymiz. Bu yoshga kirib, mamliq ish bilan shug'ullanish o'zi emas. Hurmatli ustakalarimiz, ya'ni motorist, ko'proq motoristlar bilan ishlaysiz. Shularga bir shaxsiy, shuncha yilga tajriba egasiz. Maslahatingizmi, tavsiyangizmi bormi? 8-sinfdan boshlaganman bu sohaga kirishga. 27 yil to'qirlik qildim. Qolgani mana bu shifovchi 15 yil yilma-yil bo'lib qoldi. Biz grafik bo'yicha, katalog bo'yicha razmeriga javob beramiz. Mikron, sotka, hammasi, to'g'rimi? dopuskayim anaqalariga hammasi. Yog'i ularga havola, yig'ishiga, boshqasiga. O'zi qolgan ustakalarga, zapchasiga, boshqasiga hammasi. muammo chiqib qolmaydi, motorist ustakalarimdan sizlarga kelgandan keyin. Paytgacha chiqmasin ham. Bundan keyin chiqmasin. Hurmatli ustakalar, mana ko'rdinglar, tokerlarning o'zini standart bo'yicha qiladigan ishlari bor. Tekshirdim, hamma narsa grafik bo'yicha. Bularda adashish mumkin emas, chunki hamma narsa nastroyin qilingan. Mikrometrgacha nolga chiqarib, bular ishini bajarar ekan. Sog' bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha.